Shuhrat mana shu trekkerda menda. Haqiqatan zo'r ekan. Trekker ko'p minganman. O'zimga bo'lmasa ham. Bo'lanikidan zo'r. Bo'lanikidan 10 martalab zo'r. Zo'r. Akalar yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 71 ming bosib o'tganmi ekan bu yo'l? Shunaqa. 71 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ko'rishingiz mumkin. Trekker bo'ladi. Yo, buni oylik to'lovini o'zim aytay, jiga. Ayting. Buni oylik to'lov silish kim arzon. 4.650 dan. Qatta bor bunaqa trekker 4.650 dan. Zo'r. Bu inson ishonch avtouni rahbari bog'o ekan bo'ladi. Tashrif buyurayotgan bo'lsanglar, qaranglar. $100 bonus qilib beradi. Agar mashina olib kelayotgan bo'lsanglar, $200, $300 qimmat narxda olib qo'yadi. O'ziga uchraysanglar, akamdan hech kim norozi bo'lib ketmagan. Hamma ishlarni 1 kun, 2 kun ichida rasmiylashtirib e'tibor beringlar. O'zingizlarda nominglarga rasmiylashtirib beradi mashinani. Qanaqadir kimlardir nomda turmaydi. Eng yaxshi mashina o'zingizlarda nominglardagi mashina. Bundan tashqari mashinalarimiz vibri ko'p. Tashrif buyuringlar. Videoga albatta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.